Bojxona qo'mitasi Milliy kinologiya markazi. Bu yerdagi xizmat itlari narkotiklar, qurol-yarog', portlovchi moddalar, hatto valyutani ham aniqlay oladi. Jonivorlar 3-4 oyligidanoq tur, kel, yot degan buyruqlarni bajarishga o'rgatiladi. Xizmat itlariga 4 oylik bo'lganida tug'ruq bo'limidan chiqayotganda, chiqish paytida laqablar qo'yiladi. Asosan ota-onasini laqabiga mos holda, bosh harfiga mos holda qo'yiladi. Keyin ularga hujjat beriladi. 4 oyligidan bularni boshlang'ich amaliy mashg'ulotlar olib boramiz. 8 oylik bo'lganda xizmat itini yo'nalishlarga tayyorlab beramiz. Itlar bilan do'st tutunish unchalik qiyin emas. Ularga do'stona munosabatda bo'lsangiz, jonivorlar insonga tez o'rganadi. Kinologlarning aytishicha, xizmat itlari o'z egasining kayfiyati tushganini ham sezadi. Xizmat itlari qanday o'rgatiladi? Ularga buyruq berish emas, hamkorlik qilish kerak deydi kinolog instruktor. Xizmat itlariga giyohvand moddalarni bermaymiz. Bularni shu aport buyumiga qiziqishini oshiramiz. U xayolida aport buyumini qidiryapman deb o'ylaydi. Biz ularga giyohvand moddalarni hidini kirgizamiz, xotirasiga. Xizmat itlari buyruqqa so'zsiz itoat etadi. Buning siri ortida esa kinologlarning mahorati, sabri yotadi. Bu bo'z 2,5 yoshda. U maxsus tayyorgarlik kurslarini o'tayotgan qorovul iti. U xizmat joyida xavfsizlik va tartibni ta'minlaydigan xizmat itlarining eng professionali. Ketdik biz. Men kinolog bo'lmasam-da, bo'z har bir harakatim va ishoramni tushunyapti. Bos. Kinologlarning aqlli do'stlari uchun markazda maxsus klinika ham bor. Xizmat itlarining sog'ligi shu yerda veterinar nazoratida bo'ladi. Xizmat itlarining har birining pasporti bor. Ular vaqtida cho'miltiriladi, emlanadi. Hatto ultratovush tekshiruvdan o'tkaziladi, tishlari parvarish qilinadi. Ular qanaqa belgi beradi? Albatta, unaqa muammolar itlarimizda ham bo'ladi. Misol uchun, bu ovqat yeyishdagi muammosi. Ya'ni ovqat kerakligicha tishlay olmaydi yoki o'sha oziqlanish jarayonida noqulayliklar paydo bo'ladi. Xuddi odamdagidek bularda ham shunaqa karislar yoki dars ketgan tishlar yoki negr o'sgan tishlar bo'ladi. Bu yerda bojxona tizimidagi xizmat itlardan tashqari aholi qo'lida parvarish qilinadigan jonivorlarga ham xizmat ko'rsatiladi. Odamlar o'zi parvarish qiladigan uy hayvonlari kasal bo'lganida bu yerga olib kelishadi. Qabulimizga ko'p odamlar o'zlarini uy hayvonlarini, itlarini, mushuklarini olib kelishadi. Bir kunda 20 tadan yoki 25 tagacha kuniga o'sha qabul bo'ladi. Bu yer itlar va mushuklarning mehmonxonasi. Ularning egalari uzoq safarga ketganda yoki jonivorlar kasal bo'lganda davolash uchun tashlab ketishadi. Mana bu yerda ham kattagina it saqlanyapti. Bojxona qo'mitasi kinologiya milliy markaziga kirganingizdayoq muhitning o'zgacha ekanini his qilasiz. Bu yerda intizom, mas'uliyat yuqori. Mo'tabar Nurmuhammedova, Farruh O'tbasarov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.